Qara Hamidulla bugun yana san tashlagan questioningni, ya'ni sani questioningni chiroyli qilib ishlab berishga harakat qilaman, tushunarli qilib. Bu yerda transfer functioning, ya'ni mana bu s qo'shilgancha taqsim s, ya'ni 4-chi, keyin 3-chi kvadrat 118s 75. ZP'ga qilib chiqarib olamiz. Ctrl Enter bossang chiqib keladi, ya'ni ikkita negativ poling bor ekan. Bitta negativ complex conjugate poling bor ekan. Endi boshlanishiga qaytadigan bo'lsak, bu aytilyapti. Design a controller that guarantees closed loop stability and satisfies the following requirements deyilyapti. Ya'ni dizayn qilib olishimiz kerak birinchi o'rinda. Steady state error with unitary step reference is less or equal to 5% deyilyapti. Ya'ni steady state erroring 5% bo'lishi kerak ekan. Keyin phase margini at least 40 degree, ya'ni 40 gradus bo'lishi kerak ekan. Hop, uni dizayn qilishing uchun senga mana bu narsa kerak bo'ladi. Birinchi o'chiqda mana senda kontrollering bor. Ya'ni mana bu kontrollering bor, keyin planting bor, ya'ni GP. Ya'ni mana bu GP. Senga GP berilgan, plant berilgan, sen kontroller tuzishing kerak. Steady state error degani mana bu. Mana shu ing qachonki step berganingda, ya'ni aytilyapti bu yerda steady state error with unitary step reference is less or equal to 5%. Ya'ni 5% bo'lishi kerak deyilyapti. 5% degani 0.05 bo'ladi, ya'ni oddiy sonda. Buni endi ishlab olish kerak. Qara mana. Hop. Shunaqa qilib ishlab berishga harakat qilaman, to'g'risi. Tushunarli bo'lishi uchun iloji boricha shunaqa qilib ishlab berishga harakat qilaman. Qara. Sanda bu yerda hop kontroller bor. Mana buning kontroller, mana plant. Ya'ni berilgan senga plant. Steady state error degani mana bu. Qachonki mana referencing step bo'lganida i bilan r o'rtasida hech narsa yo'q, ya'ni bir bor. Shuning uchun ham bir taqsim bir qo'shilgan loop function degani mana bu yerdan boshlanadi-da, mana. Loop-ku mana. Loop bo'tdi, mana shu har bittani ham ko'paytmas, ya'ni bu yerda looping teng bo'ladi c ko'paytirilgan g ga. Mana shu loop function hisoblanadi. Shu yerdan boshlaysan, ya'ni qaytib kelgunicha har bitta elementni ko'paytirib chiqasan. Mana kontroller bor, g bor. Shuning uchun ham kontroller ko'paytirilgan g bo'ladi. Bir qo'shilgan loop function bo'ladi. L deysan, keyin uni barobar deysan. Bir taqsim bir qo'shilgan cg bo'ladi. Endi undan kelib chiqadiki, ko'ryaptim.
bundan kelib chiqadiki, sanda mana A'ing step bo'lishi kerak. Bu mana shu formula I taqsim R, ya'ni I bilan R o'rtasida hech narsa yo'q. Ya'ni bu yerda 1 bor deb hisoblaysan, hech narsa yo'q. 1 taqsim 1 qo'shilgan CG bo'ldi buning. R'ing sanda step degani 1 taqsim S. 1 taqsim S bo'lganda deyilyapti. Endi buni step anaqasini topmoqchi bo'lsang, shu unitary step error topmoqchi bo'lsang, birinchi o'chirda hisoblash yo'li bor, ya'ni limit bo'ladi. S tends to 0, ya'ni 0 ga tenglashishi kerak. O'zi bo'lmaganda omega tends to infinity bo'ladi, keyin S ga o'tkazasan. Bu yerda bitta S ortiqcha S qo'shishing kerak bunga. Ko'paytirilgan bo'ladi. Keyin R, chunki I ni topsa R bu yoqqa ko'paytirib o'tadi. 1 taqsim S step. Keyin yana ko'paytirasan mana buningni. 1 taqsim 1 qo'shilgan CG. Xuddi shu narsa. Kichkina bo'lishi kerak yoki teng bo'lishi kerak. 0.05 yanglishmasam. Qaraychi. Da 0.05. Endi G ni 1 qo'shilgan CL ku bular qisqarib ketadi. C qanaqadir son, uni bilmaysan. C ni topishing kerak, nima bo'lishini. C teng bo'ladi KP taqsim S new. KP nimaligini ham bilmaysan, S new nimaligini ham bilmaysan. Mana. Xo'p, endi qara. G ni low frequency sini olasan, ya'ni DC gain deyiladi. Xuddi shu functioningda mana shu functioningda DC gainni olishing kerak. DC gain deysan. DC gain JP desang, o'zi chiqazib beradi. 0.0267 ekan. Endi qara. Bu yerga G ni low frequency si 0.0267. Faqat low frequency bilan ishlaysan, ya'ni A topadigan bo'lsang. Ya'ni step, unitary step response da error toppasan. Shunaqa topiladi, formulasi shunaqa. Bundan kelib chiqadiki, 1 taqsim 1 qo'shilgan C ko'paytirilgan 0.0267 limit S tends to 0 bo'lganda teng bo'lishi kerak. Teng emas, endi kichkina yoki teng bo'lishi kerak 0.05 ga. Endi C ni boshda aytdim. Qanaqadir KP taqsim S
new bo'ladi, ko'paytirilgan 0,0267 67. Shundan kichkina bo'lishi kerak. Endi qara. New nechi bo'lganda bundan kichkina bo'ladi. Eng kichkina qiymat misol uchun new 0 bo'lsa, bu qanaqadir son bo'ladi, to'g'rimi? Agar -1 bo'lsa, new agar -1 bo'lsa, u tepaga chiqib ketadi-da, bu 1 bo'lib qoladi. Bu narsa buni satisfy qilmaydi. Ya'ni agar new 1 bo'lganda buning ya'ni mana narsa 1 bo'lib qoladi, ya'ni bu 0,05 dan kichkina emas. Demak, new ning eng kichkina qiymati bu 0, ya'ni 0 dan katta bo'lishi kerak. Umuman olganda new har doim bilog'im 0, 1, 2 shunaqa son bo'ladi-da, ya'ni -1, 1.1 bo'la olmaydi, 1.2 bo'la olmaydi. Ya'ni natural number deydimi, shunaqa bo'lishi kerak. 0 dan katta yoki tengligini bilib olding. Lekin biz eng minimalini olishimiz kerak, ya'ni 0 ni olamiz. New 0 deb olib ketasan. Bular endi kerak emas. Mana. New 0 deb olib ketasan, keyin bu yerda mana bunaqa equation hosil bo'ladi va qo'shilgan kp taqsim s kerak emas endi. Chunki 0 bo'ldi, s 0-darajasi 1. Xo'p, 0,0267. Shuning kichkina bo'lishi kerak yoki teng bo'lishi kerak 0,05 dan. Endi bu yerga e'tibor bersang, bizga plyusli son kerak, kp plyusli bo'lishi kerak. O'zi bilsang agar ikkita interval bo'lib qoladi bunda. Bittasi minusli qanaqadir kp minus kp dan mana kp. Bizga mana kp kerak. Stable bo'lib turish uchun agar minusli kp ni olsang, u stable bo'lmay qoladi. Общий sistema plyusli bo'lishi kerak. Ya'ni bu requirement. Endi buni hisoblash kerak. Endi bu yo'g'ini MATLABda hisoblaymiz. Qarang. Bu yerda kp ko'paytiriladi bunga. Bir minus bo'ladi. Mana son. Ko'paytirasan. 0,05 ga. Xo'p, bu bo'lingan ekan, hozir. Gitiyatida 711 dan kattaroq son olishing kerak ekan. Endi 10 ni qo'yib ko'raychi, xo'p. Bir taqsim 712 ni qo'yamiz. Bir qo'shilgan kp 712 ko'paytirilgan DC gain.
Hop 0.05 de 712 713 713 olsang ham bo'ladi. De 713 olamiz. Ya'ni 0.05 emas, endi sal kattaroq son bo'lsa 713 olamiz. Hop C emas, umuman olganda KP yo'q, KP emas, KC deyiladi. KP deb sal yanlishib ketdim. KC 713 bo'ldi. Hop 713. Endi uni tekshirib oladigan bo'lsang, step desang, birinchi o'chirda loop functionini yasab olishing kerak. JP ko'paytirilgan KC. Xohlasang KC de, xohlasang C de, farqi yo'q. Farqi yo'q. Hop. Step maqtaqsin va qo'shilgan loop function. Chunki uni sen ko'rsatdim, xuddi shundan hisobladi-ku. Faqatgina stepda senga sal uzunroq bo'lish uchun 200 ga qo'yib olsang, hop, nuqta yo'l kerak emas. Shunaqa tekshirib olasan, step o'zi step qo'yib tekshirish kerak-ku. Hop, sistema nimagadir unstable ga o'xshayapti, hozir ko'ramiz. O'zi hozir 700 ni qilib qo'yganimga hozir unstable bo'lib ketib qoldi. Endi uni to'g'rilashim ham kerak ekan. Lekin ko'rsam, amplida o'sha amplitude da почти shunaqa son. Endi uni to'g'rilashimiz kerak. Hop, bu aytilyaptiki, aynan loop functioning to'g'rilasa, общий sistemadan to'g'rilanadi. Face margin of at least 40 degree, ya'ni 40 dan sal kattaroq bo'lishi kerak. Nichelsdan osonga to'g'rilasam bo'ladi. Nichels hop, loop functioning. Men ko'rsam, o'sha ma'murdan tepaga chiqib ketdimi, bu degani unstable deganda, shuning uchun unstable chiqadi общий anaqa endi. Loop functioning to'g'rilashing kerak. Ya'ni buni qaysidir bitta nuqtasini, misol uchun buni bu yoqqa olib o'tishing kerak. Ya'ni 40 dan sal bu yoqqa. Endi aniq bitta nuqtasi farqi yo'q, qaysidir bitta nuqtasini mana bu yoqqa olib o'tishing kerak. Face margin degani hozir senda ancha katta sonda. Face -213, ya'ni -180 dan yig'sang, что minusli sonda face margin. Shuning uchun ham buni bu yoqqa olib o'tishing kerak. 40 degree bu yoqqa. 713 deb oldi, bu to'g'ri. Bu function to'g'rilashimiz kerak endi. Xo'p. Exercise kirib, stavka kirasan. Lead yoki lagdan foydalansang bo'ladi bizga. Yanlishmasam, lead kerak. Ya'ni leaddan foydalanishing kerak. Bu yerda aynan mana shu nuqtani, mana shu kesib o'tgan nuqtani frequency 9.1 ekan.
feyzim -214. -214 180dan bu yoqqa o'tkazib i 40 yana bu yoqqa o'tkazishim kerak, ya'ni -140 da turishi kerak mashinam. -214 dan hop 140 ga ayirsam 74. Где-то 74 kerak ekan menga. 74 yo'q bo'ldi. O'zi atak 74 qilsang ham bo'ladi. Menimcha, xohlasang 2 litr qo'shsang ham bo'ladi, xohlasang bitta qo'shasan. Endi buni ham hisoblash qiyin emas. Bitta litr qo'shamiz. Xo'p. Qara, bizda frequency'miz bo'tda necha? Frequency 901. 9 deb olamiz frequency'ni, osonroq bo'lish uchun. Ya'ni W bu. W sanda 9. W9 i -214 aynan mana shu holatda. Hop, 10-darajasi desam oson bo'ladi. Ya'ni Z deyim. 10-darajasi mana shu W taqsim, ya'ni 9 taqsim Z degan Z desired. Z desireddan 1 bo'lishi kerak deb olsam ham bu yaxshi. Faqatgina MD ni to'g'rilashim kerak. 2 litr qo'shsam ham bo'ladi yoki bitta litr bilan ham qilsam bo'ladi. 16 emas, 20 dan kattaroq olaman. Farqi yo'q, bitta litr bilan qilib ko'ramiz hozir. Sal qiyinroq bo'ladi-yu, bu arzonroq varianti bu. Xo'p, buning uchun menga MD kerak. MD где-то 20 yoki 30 bo'lib tursin hozirchalik. Z desired. Endi men anaqaga erisholmayman. Ya'ni aynan mana shu joydan bu joy kerak emas, menga mamyolar kerak. Ya'ni ko'rsam 16-20 oldim. I где-то bu 1 2 3 3 ekan. 3 yoki 4 bo'lgan joy kerak. Lekin bu yerda senga aniq ham qo'shib beradi bu. Shunisi ham bor. Magnitude ham qo'shib beradi. Ya'ni ozgina tepaga ko'tarib yuboradi. Atak farqi yo'q. Faqatgina bizga aniqani to'g'rilash kerak-ku. Xo'p, endi bu holatda omega taqsim Z desired. Mana yo'q, omegani yozib qo'yaman. Equal 9 edi bizda omega, keyin Z deyim 3 deb oldim, to'g'rimi? Z taqsim qara, mana qilib o'tdi. Z emas, ya'ni omega taqsim Z deyim teng bo'lishi kerak 3 ga. Chunki где-то masholarda kattaroq anaqaga erisholman. 60 lik chiqyapti. Yana bundan tepasi qilsam 74 liga erishib qolsam kerak deb o'ylayman. Shuning uchun ham 3 deb olman. Endi 3 bo'lish uchun omega taqsim 3 bo'lishi kerak. Z mana shu narsa, ya'ni qoniqtirish uchun Z teng bo'ladi 3 taqsim yo'q, omega taqsim 3 ekan. Omega taqsim 3. Xo'p, bo'ldi. Endi почти hamma narsa tayyor. Omega 9, Z bizga omega o'zi kerak emas, просто Z ni topishim uchun ham omega kerak. Ya'ni mana shu nuqtani
Biz mana bu yoqqa olib o'tamiz. 1140dan pastroqga olib o'tishimiz kerak. Ya'ni mana bu yerda gideydi 1140lardan pastga olib o'tishim kerak. Hop, endi bu yerda formula bor, mana tepasida. Ya'ni mana shu formuladan foydalanasan. Bir taqsim omega emas, J omega S bo'ladi, S taqsim Z. Ya'ni bir qo'shilgan S taqsim Z. Keyin bu yerda ham yana bir qo'shilgan S taqsim bo'ladi Z. Ya'ni bitta taqsim, ya'ni S taqsim Z ko'paytirilgan MD bo'ladi. Qo's ichida bo'lsa ikkita anaqa slash bilan to'g'rilasa ham bo'ladi. Xo'p. Bo'ldi, shu tayyor bu. Endi buni ko'rishimiz kerak. Hop, birinchi leading bu. Cho'lus L tipi yoqib qo'yamiz. Keyin bitta rang bera olasan. Misol uchun green bo'lsin, minus deganim ikkita anaqali bo'lib chiqadi. Nuqta bu. Xo'p. Buni red bo'lsin. Lead endi L2 deyman. Ya'ni L2 yoki L1 desam bo'ladi. Ya'ni mana Ldan sal boshqacharoq bo'lishi kerak. Teng bo'lishi kerak. L ko'paytirilgan. Xo'p, L ko'paytirilgan lead. Ya'ni mana shu L ni ko'paytiryapman bu leadga. Xo'p, endi qanaqangi o'zgartirganini ko'rsa bo'ladi. Hozir xato ketib qoldi. Buni L1 deyishim kerak ekan. O'zim olgan L1 deyish kerak, esimdan chiqib qoldi. L1 deb yozsang, mana shu Nikolsda L1-chi qazib beradi. Hop. Endi bu yerda face marginni ko'rsam 6. Menga kattaroq face margin kerak. Lekin 9 pastga tushib ketyapti-da. Tepaga ko'tarilgan ekan. 9. Mam tutibdi 9. Ya'ni 9 minus 144. Tam bitta litdan ko'rsa 2 lit qilganimiz yaxshiroq ekan. 16. O'zi bitta lit bilan ham qilsa bo'lardi, sal qiyinroq bo'ladi. 2 lit degani bu lit square deganda.
Mana. Ya'ni mana 9 ni frequency 9 da mana aynan 9 da magnituding почти 0 ga yaqin 213 edi. Men bu yoqqa surdim endi buni. Endi ozgina frequency tepaga ko'tarilgan. 9 ning tepaga ko'tariladi, chunki magnitudni ham ko'taryapti-yu. Lekin bu yerda aniq -133. Ya'ni to'ppa-to'g'ri turibdi. Ya'ni requirement desam. Xo'p, buni tekshirishim uchun yana bitta figura to'g'irlasam. Yangi figura ochadi bu. Keyin margin L1. L1 ning общий aniq bo'ldi endi. Общий loop functioning bo'ldi. Shuning uchun ham L1 ning tekshirishim kerak. Mana phase margin 47.4. Ya'ni to'ppa-to'g'ri turibdi. Endi u yog'i farqi yo'q. Endi anaqani tekshira oladigan bo'lsa, ya'ni bitta figura ochishim kerak. Uning uchun step deyman. 1/L1 qo'shilgan 1/1 qo'shilgan L1 de. Hop, mana endi stable bo'ldi, ko'rdingmi? Mana qanaqadir sondan kelyapti-da, keyin shu ketyapti. Lekin bunda sen ko'ra olmaysan. Bizga sal uzunroq bo'lishi kerak, ya'ni 0.9 gacha emas, ketdi. Bu yoqqa qarab ketgani kerak. Misol uchun 300 qo'ysam, bu yog'i ko'rinadi menga. Ya'ni cheksizlikka qarab ketganida, ya'ni timing cheksizlikka qarab ketganida da amplitude 0.05 ekan. Requirement turimiz, ya'ni 0.05 turibdi. Ya'ni bizga xuddi shu kerak edi, 0.05 yoki undan kichkina bo'lishi kerak edi amplitude. 5% deyilgan, ya'ni 5% 0.05 deb. 300 ya'ni kattalashtiruvchi. Da 0.05 bo'ldi. Requirement turimiz xolising. Men sal kattalashdi. 15 xil. Qolgan narsalar ham to'g'ri turishi kerak, chunki leaddan ko'proq qo'shganmiz. Mana shu ko'rding, kamaydi. 0.049. Hop. Phase margin ham to'ppa-to'g'ri. Bunaqa ham stable. Ya'ni qizilda bizda. Endi sanda общий anaqa nima bo'ldi desang, ya'ni kontrollering teng bo'lyapti. Biz ikkita lead qo'shdik. Keyin mana KC degan sonni qo'shdik, to'g'rimi? 715 ta. Ko'paytirilgan lead ikkita почти boshqa narsa qo'shmadi, to'g'rimi? Lead ikkita lead qo'shdik, ya'ni kvadrati. Lead kvadrat, mana leadingdan ikkita qo'shdik. KC qo'shdik, bo'ldi. Endi buni ZPK desam, C desam bo'ldi. Xo'p. Steplarni yo'qotamiz. Bular kerak emas endi.
margin ham kerak emas. Tekshirdim bunga. Equals kerak emas. Bu ham kerak emas. Hop, bo'l. Hop. Sin chiqazib yo'qmi? Da. Shunaqangi son ekan. Kesillik kvadrat. Tam to'g'ri. Ya'ni 0.05 degani bu hop 10 darajasimi shunaqa bo'lishi kerak yanglishmasam. Mana shu sanni kontrollering hisoblanadi. Hop. Hozir ko'ramiz. Lekin bu ne 15 darajasi ekan. Shu kontroller dizayn qildi, ya'ni mashinasi kontroller dizayning requirement 4 da tekshirdi unga. Hop, endi keyingi savolga o'tadigan bo'lsak. Is the consider plant stable motivate your answer numerical reference deyilyapti. Hop, buni design part bitta skript ochib olamiz. Bu exam part bo'ladi. Bu narsa kerak bo'ladi. Bo'ldi. Hop, aytilyapti. Sanam JP stable mi? deb aytilyapti. Ya'ni JP bu planting stable mi deyilyapti. S ham kerak, ya'ni transfer functionini ko'rsatib turgan narsa bu. Bo'ldi, endi buni har xil yo'l bor. Misol uchun step bilan tekshirsang ham bo'ladi. O'zim olganda aniq yo'li mana shu step da tekshirib olsang, buni ko'rasan, qanaqadir sondan chiqyapti-da. Keyin shu stable bo'lib ketyapti mana. Qaysidir bitta boundda ketyapti, ko'rasan. Agarda sanda mamutda bitta taqsim bo'lib turib S-2, ya'ni bitta polin bor. Pozitiv pol bo'lsa anaqa bo'lishi kerak edi-yu. Nima edi? Not stable bo'lishi kerak edi-yu, ya'ni stable mass bo'lishi kerak. Buni anaqa qiladigan bo'lsangiz ZPK deb JP deb yozib olaman. Mana. Ya'ni bitta pozitiv polin bor. Mana ko'rasizmi? Endi buni stable emas. Shu cheksizlikka qarab ketyapti. Ya'ni amplitude bu degani stable emas degani. Shunaqa anaqa qilsang ham bo'ladi, ya'ni общий planting mana shu plantingda bu stableligini isbotlashing uchun faqatgina senga anaqasi kerak bo'ladi. Nima edi? Mashina rootlar kerak bo'ladi. Endi xohlasang mana bularni anaqa qilsang bo'ladi. Stableligini isbotlayotgan bo'lsang, mana bu narsa, ya'ni +3 shundan qolish stable qo'yib. Ya'ni -3, -1,
keyin mana bu yerda qanaqa bor. Ya'ni pollarini yozib chiqasan. Polling bitta polling -3, bitta polling -1, ikkinchi pollingni rootdan topib olasan. Roots desam, ichiga hop. Birinchi o'chirtda buni oldida nima bor? 1 bor. Virgül qo'yasan. 6. 6 ni oldida 6s, ya'ni 6 bor. 2 25. O'zi virgül ham shart emas edi. Virgül ham shart emas ekan. Ya'ni ikkilanaqini ham negativ kompleks conjugate bu. Ya'ni ikkita polin ham negativ, faqatgina anaqasi boshqa. Ozgina oscillation bor, lekin bu negativ, strictly negativ. Hamma polin strictly negativ bo'lgani uchun ham общий sistema hop anaqa bo'ladi, stable bo'ladi, ya'ni hamma anaqa negativ bo'lgani uchun ham pollari negativ bo'lgani uchun ham общий sistema stable bo'ladi. Ya'ni xohlasang mana shu hammasini yozib chiqasan. Ya'ni bitta polin mana, ikkinchi polin mana, uchinchisi bu, ya'ni -3, keyin to'rtinchisi -1. Shunaqa deb yozib chiqasan bo'ldi. Ya'ni stable. Stableligini isbotlashing uchun. Write the plane transfer function in body form. Body formda yozish qiyin emas. Ya'ni 2 ni tashqariga olib chiqib olasan. Aynan mana bundan kelib chiqadi. 2 ni tashqariga olib chiqib olasan. 3 ham tashqariga olib chiqib olasan. Mana to'g'ri turibdi, bir qo'shilgan s. Endi mana buning to'g'rilasang bo'ldi. 25 tashqariga olib chiqib tashlashing kerak. Ya'ni bir qo'shilgan o'sha funksiyanga olib kelishing uchun. Bu keyingisi draw the asymptotic magnitude of body plot of G.